Zo'r. Men bor zo'r. Voy, bola bilan dastavka qilasizmi? Yana bolang bilan o'sha dastavkanga ketyapsanmi? Bolam bilan ishlasam xotirjam yuraman-da. Men senga oson pul topish yo'lini aytsam, gapimga kirmayapsan-ku. Menga qayta bunaqa gaplaringni gapirma, tushundingmi? Undachi o'sha kolyaskangni surib bolang bilan yuraver. Hozir qizim. Ishqilib shu mahallamida kech qolib ketdim. Opammi? Assalomu alaykum opa. Singlim, yaxshi yuribsanmi? Uyga qaytsang-chi. Kecha qaynonang kelgandi. Kelin qaytib kelsa, endi o'g'lim qo'l ko'tarmaydi. O'zim ko'z quloq bo'laman deyapti. Opa, bir marta qo'l ko'targan odam ikkinchi marta ham qo'l ko'taradi, uchinchi marta ham qo'l ko'taradi. Birinchisida ham xuddi shunaqa deyishgan edi. Charchab ketganman. Opa, bo'ldi, shoshilyapman. Shu xonadonmikan? Shu ekan. Namuncha kech qoldingiz? Uzr. Men bor uzr. Voy, bola bilan dastavka qilasizmi? Ha, bola bilan. Men puli. Rahmat. Dastavka keldimi, Sevinch? Ha, mana keldi.